Assalomu alaykum. Karavan korxonasi mijozlari bizga klientimiz Oltiariqli opamiz ehson uchun tarqatish uchun hamyonbop bo'lgan, kачествоsi zo'r bo'lgan mahsulotimizdan 100 ta xarid qilib oldilar. Ko'rishlaring mumkin, juda ham chiroyli, neobichniy narsa. Katta razmerda duxspalniy prostinasi hamda ikkita nalchkasi bor. Razmerlari kattagina, ko'rinishlari juda ham chiroyli. Materiallari Xitoy hibi bambuk, bemalol kir mashinalarga solib yuvib ishlatishlaring mumkin. Ushbu mahsulotimiz rasvetkalarini sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Juda ham chiroyli, har xil rasvetkada, 5 xil rasvetkada opamizga 100 ta qilib berdik. Opamiz ehson uchun, tarqatish uchun xarid qilib oldilar. Hammamizni ehson tarqatuvchilardan qilsin. Opamizdan juda ham xursand bo'ldik va ehsonlariga hissa qo'shganimizdan juda ham xursandmiz. Mahsulotlarini optim narxlarda, bomba narxlarda 35 ming so'mdan chiqarib berdik. Kimga shunaqa mahsulotlar kerak bo'lsa, bemalol karavan korxonasiga murojaat qilishlaring mumkin. Karavan korxonasida barcha imkoniyatlar bor. Manzilimiz Qo'qon shahrida joylashgan. 12 ta viloyat bo'ylab pochta xizmatlarimiz bor. Bemalol uyda o'tirgan holda adminkalar lichkalariga yozib zakaz berishlaring mumkin. 12 ta viloyatga pochta xizmatlarimiz bor. Uyda o'tirgan holda bemalol zakaz berishlaring mumkin. Karavan korxonasi har doim xalq xizmatida.